Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Yevropa Parlamenti əzaları Xalqara Cinayət İşlər Sud Məhkəməsinin Xitayni tekşirishga chaqiriq qildi. Atalmış Şinjan doklatidan keyin Xitoy Birleşken Devletler Teşkilatı'da besimga duch keldi. Tokyo şəhərlik hökumət quyosh energiyalik batareya taxtasi ishlatish uchun yangi qurilishni talab qilmoqda. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqətinizə sunumuz. Yevropa Parlamenti a'zolari Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoyni tekshirishga chaqiriq qildi. Hindiston vaqti gazetining 20 sentabrdagi xabarda aytilishicha, Yevropa Parlamentining 38 nafar a'zosi Sharq Turkiston surgunda hukumatining Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan da'vosini qo'llab, Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasining bosh taftishi Karimxonga Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirishni talab qilgan bir maktub sundi. Maktubda Tojikistonda yashagan 90% Uyg'urning Xitoyning besimi orqali qaytarilib tutqun qilingandan keyin lager va turmalarda chekidan oshgan bostirish va zulmga uchraganligi bayon qilindi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining aytishicha, jinoyat xalqaro sudning boshqarish tavalligidagi Tojikistonda boshlanib, Xitoyda davomlashganligi uchun sudning Xitoyning jinoyatini tekshirish huquqi bor. Yevropa Parlamenti a'zolari imzo qo'ygan bu maktub Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning qilmishini insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilishi mumkin deb yakun chiqargan bayonotidan keyin sunildi. Maktubda Sharq Turkiston surgunda hukumati, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti va barliq Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning qurbonlarining vakili tarafidan 2020 yili 7-oyda Xalqaro sud mahkamasiga sunilgan 15 moddalik arizni o'rnak qilib ko'rsatdi. Bundan boshqa sudga 3 qatim dalil isbot topshirildi. Uyg'urlar Yevropa Parlamenti millat vakillarining aytgandek jiddiy irqiy qirg'inchilikqa duch keldi. Gerçi Xitoyning o'zi Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat bo'lmasmi, ammo faktlar shuni isbotlaydiki, Xitoy doiralari Tojikiston orqali Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasining chegarasi ichida jinoyat sodir qilgan. Shunga Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasining barliq jinoyatlarni tekshirish huquqi bor. Millat vakillari maktubda biz saylangan vazifa o'rnimizda bu xil dalil isbotlarga borgan sari parvosiz qarashda qiynalyapmiz. Mas'uliyatsizlik qilayotganligimizni texmi his qilyapmiz. Biz bu tekshirishni sizdan echib, son-sanoqsiz ziyonkashlikka uchraguvchilarga adolat elib kelib, Uyg'urlarga qartilgan vahshiylikning oldini olishingizni umid qilamiz, deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Yevropa Ittifoqi parlament a'zolarining Xalqaro Jinoiy ishlar sudining Xitoyning ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qartilgan irqiy qirg'inchilikni tezdan tekshirishni talab qilgan maktubni qarshi olamiz. Başqa hökumətlər, parlamentlər və xalqaralıq təşkilatlarının kechiktirmay Xitoyning mas'uliyatini surishtirish uchun buningga ergashishini talab qilamiz, chunki Uyg'urlar uchun vaqt beqis, dedi. Atalmış Şinjan doklatidan keyin Xitoy Birleşken Davlatlar Teşkilatı'da besimga duch keldi. Al Jazeera xabar kanalining 20 sentabrdagi xabarda aytilishicha, Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan bostirish siyosatining ayblanishidan o'zini qochirayotgan bo'lsa-mu, Xitoyga qarata texmi qattiq harakat qilinish chaqiriqlari ortmoqda. Diplomatlar va inson haqlari qo'g'duvchilari Sharq Turkistonda nima ishlarning yuz berayotganligi to'g'risida tekshirish olib berish uchun tirishchanlik ko'rsatish bilan birga Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga harakatga o'tish uchun besim qilmoqda. Hareketga chaqiriq qilish dunyo rahbarlari har yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inish uchun Nyu-Yorkka kelganda, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat ishlaganligi to'g'risida doklad e'lon qilgandan 2 hafta keyin maydonga keldi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Asonliq millatlar huquqi masalasidagi alohida dokladchisi Fernand Divernes Atlantik okean kengashi va kishilik huquqni kuzatish tashkiloti tashkillagan munbarda harakat qo'llanmaslik amdi mumkin emas. Agar bu jazosiz qolsa, qanday uchur tarqaladi, dedi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq muavin bosh elchisi Jeffrey Prescott bu organning Xitoyga bergan bahosiga qaraganda bir butunligida xatar borligini o'ttirib qo'ydi. U bu vahshiylikning qanday bir taraf qilinishi xalqaro sistemamizning ishonchligligiga bog'liq. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining zamonaviy sistemasini barpo qilishda markaziy rol o'ynagan va bexatarlik kengashining doimlik asosi bo'lish salohiyatidan mahrum bo'lgan va'dasiga xiloflik qilgan bir davlatni ko'rish kishini to'lima ichindirdi, dedi. Beijing Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doklatiga raddiya berib, 122 betlik doklad e'lon qildi. Xitoy diplomatlari hozir Xitoyning Jenevadagi bosh elchisining inson haqlari ishxonasi bilan hamkorlashishini to'xtatish bilan tahdid qilgan atalmish Xinjondagi vahshiylikning inchiklab tekshirilishining oldini olish uchun boshqalarga lobbichilik qilmoqda. Jenevada inson haqlari kengashi yig'ini chaqirildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inining yillik yig'ini uchun Nyu-Yorkda vakillar jam bo'ldi.
Berlindagi Mercator Xitoy tadqiqot o'rnidagi Helena Legard Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotini o'zining strategik manfaati va nishonini ilgari surish uchun, shundaqla yer shari tartibini isloh qilishda ishlatadigan muhim munbar deb qaraydi dedi. Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotini ko'p taraflamalikning ulgusi deb qarash bilan bir vaqtda hokimiyat beshidagi kompartiyaning manfaatiga zid deb qaragan tanqid yoki qarorlarni rad qiladi. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining sobiq ijroiya direktori Ken Roth Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti amaldorlariga besim ishlatish, guvohlardan o'ch olish va hukumatlarga pora berish orqali ilgariki har qanday hukumatlardan bakrak Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq sistemasiga buzg'unchilik qilmoqchi bo'layotdi. Hozirgi muhim ish Tayvan masalasidan qolsa, inson haqlari kengashining ayblashidan saqlanish dedi. Kanadaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Rob Bro Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tekshirishiga bergan infosi hayron qolarliq emas. Harakat qo'llanish kerak, qandoq jazolash kerak degan savol haqida o'ylanishimiz lozim. Biz bu krizisga taqobil turish uchun yana qanday qadamlarni bosish masalasiga ko'ngil bo'lishimiz kerak dedi. Tokio shaharlik hukumat quyosh energiyalik batareya taxtasi ishlatish uchun yangi qurilishni talab qilmoqda. Ammo kasbning atalmish Şinjanning zapchastlariga tayinishi axloq qiyinchiligini keltirib chiqardi. Diplomat o'rnining 19 sentabrdagi xabarda Tokio shaharlik hukumat 9 sentabr kuni yangi siyosatni e'lon qilib, 2025 yil atiyazdan boshlab yangi bino va uylarga quyosh energiyalik batareya o'rnatishni talab qildi. Bu umumiy yer ko'lami 2000 kvadrat metrga yetmaydigan uy va binolarga mos keladi. Yaponiyaning taxminan 50 cho'ng shirkatining yangi talabning ta'siriga uchrashidan umid bor. Bu Yaponiyaning tunji qatim quyosh energiyalik batareya o'rnatish buyrug'ini ma'qullashi bo'lib, Tokio valisi Koike Yoriko yangi siyosatni e'lon qilganda karbonsizlanishni amalga oshirish uchun Tokio xalqining engini yuqori ko'tarishning to'liq muhimligini aytdi. Tokiodagi yangi binolarga quyosh energiyalik batareya o'rnatish majburiyati Yaponiyaning 2050-yilgacha karbon neytralligini amalga oshirishdagi halqiliq siyosat qarori. Chunki karbon dioksid qo'yib berishning taxminan 70% havo tengshuvit, issiq suv bilan ta'minlash va elektr chirig'idan keladi. Quyosh energiyalik batareya o'rnatish aholining uzun muddat energiya ta'minotini tejab qilishiga yordam qiladi. Xitoyda ishlangan quyosh energiyasi batareyasi ilgari Yaponiyada ishlangan mahsulotlarga solishtirganda tuvan sifatlik deb qaralgan. Ammo hozir Xitoyning quyosh energiya batareya zavodi a'lo sifatlik mahsulot ishlab, Yaponiya va dunyoning har qaysi joylariga eksport qiladi. Xalqaro energiya idorasi tomonidan 2022 yil 8 oyda nashr qilingan Quyosh energiyasi yer shari ta'minlash zanjiri to'g'risidagi alohida dokladning tuzitilgan nusxasiga qaraganda, Xitoy quyosh energiyasi batareyasida ishlatadigan kirmini va boshqa moddalarning 95%ni ishlab chiqaradi. Dunyo 2025-yilgacha quyosh energiyasi batareyasi ishlab chiqarishni muhim materiallar bilan ta'minlashda butunlay degidek Xitoyga tayinadi deyildi. Tokio valisi yangi binolarning quyosh energiyalik batareyasining kishilik huquq dafsanchiligiga bo'libmi, Xitoydagi majburiy emgakka uchirmasligiga kafolatli qilish planini aniq tushundirishi kerak. 9 sentabr kuni Tokio shaharlik hukumat quyosh energiyalik batareya o'rnatish majburiyati to'g'risida tushuntirib, bir qism programmerlarning hukumatga o'zlarining atalmish Şinjanda ishlangan quyosh energiyasi batareyasini ishlatmaydiganligini aytdi. Strategiya va xalqaro tadqiqot markazi kishilik huquq tashabbusining direktori Marti Flakis majburiy emgakni unumli to'xtatish uchun boshqa davlatlarning mushunga o'xshash cheklovlarni qo'zg'atishi kerak. Yaponiya Amerikaning muhim ittifoqdoshi bo'lish bilan Amerikaga o'xshash qonunlarni chiqarishi kerak. Undaq bo'lmaganda Tokioning quyosh energiyasi taraqqiyoti atalmish Şinjandagi majburiyat emgakini texmi nacharlashtirib. Yaponiya hukumati irqiy qirg'inchilik ahdnomasini tasdiqlamadi. Qandaqla bo'lmasin, o'tgan yili qurilgan Yaponiyaning kishilik huquq diplomatiyasini o'ylanishga mas'ul bo'lgan partiyasiz parlament birlashmasi irqiy qirg'inchilik ahdnomasini tasdiqlashini talab qildi. Navbatda munqarizligimizni tezlashtirish uchun g'oyat zo'r bir to'pon biz tarafga qistab kelyotdi. Balkim bizning bu to'ponga qarshi hech qilmasa kim yasash fursatimiz bo'lishi mumkin. Agar yashayotgan bu dunyoligimizda kelajagimiz uchun, avlodlarimiz uchun qo'l-qo'lcha bir kim yasab chiqamaydiganmiz, aksicha fursatni qo'ldan berib qo'yganmiz, biz yasalmagan kimini avlodlarimizning yasab chiqarishi reallikdan ko'p yiroqda. Ba'zilar kimi yasalmagandimi tug'an sasak hisob deyishi mumkin. Ammo men deymanki, kelayotgani yaqin emas, to'pon. Burhan Muhammadning yozmalaridan ilindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.